Yuklanimizga video joylashishda eng yaxshi vaqt qachon? Bu oddiy savol, javobi ham shunga yarasha oddiy. Demak, bunga qisqa videomizda shu haqida gap yuritamiz. Kanalimizga like abuna bosib qo'ying, kanal rivoji uchun albatta. Birinchisi, auditoriyangiz uyg'ongan paytda video joylashsangiz nima bo'ladi? Boshlanishiga 1 million 2 million prosmotr oladi albatta. Undan keyin ham prosmotr oladi. 5 soat 3,5 da video joylasangiz nima bo'ladi? Albatta auditoriyangiz hali uyg'onmagan bo'ladi. Boshlanishiga 200-300 ta prosmotr oladi. Auditoriyangiz uyg'ongan paytdan keyin albatta shu 1 million 2 million prosmotrni oladi. Bir vaqtda video joylashga ko'p ahamiyati yo'q ekan. Nimaga unda ko'p blogerlar bir xil vaqtda video qo'yadi desangiz, ular auditoriyasini kuttiradi. Masalan, soat 8 da video qo'ymoqchi bo'lsangiz, auditoriyangiz uni kutib, videongizni yanada rekka chiqarib beradi. Sizga preview kerakmi? Unda bizga murojaat qiling. Previewlarni xilma-xillardan yasab berishimiz mumkin. Xayr.